Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. E'tiboringizga yaqin insonlarni yo'qotgan bo'lsa-da, sahnaga chiqishiga to'g'ri kelgan o'zbek mashhurlarini taqdim etamiz. Bahora Arslonova otasi vafot etganda filmda suratga tushgan. O'sha paytda Bahora Arslonova Isnot filmida suratga tushayotgan bo'lgan. Akasi qo'ng'iroq qilib, dadasi hajda vafot etganini aytib bergan. Shundan so'ng Bahora Arslonova o'sha filmda rol ijro etib rosa yig'lagan. Uni tanishlari filmda yig'layapti deb o'ylashgan. U aslida otasi vafot etganidan yig'lagan. Hosila Rahimovaning otasi Ibrohim Hoji 2006-yilning 10-mart sanasida vafot etgan. Xonanda oradan hech qancha vaqt o'tmay Xalqlar do'stligi san'at saroyida yangi konsert dasturini taqdim etgan. Bayramlarga to'g'ri kelganligi uchun xonanda bayram tadbirlarida ham ishtirok etishiga to'g'ri kelgan. Otabek Mirzaxolov uchun 2018-yilgi Bravo jamoasining konsert dasturi juda qiyin kechgan. Chunki konsert boshlanishidan bir kun avval Otabekning padari buzrukvori vafot etgan. U konsertga chiqmaslikka qaror qilgan, ammo ustozi Jahongir Poziljonov kelib, onasi bilan suhbat qurib, Otabek Mirzaxolovni kechga Toshkentga qaytarib olib ketgan va ertasi kuni u sahnada rol ijro etgan. Mavluda Asalxo'jayevaning otasi Abdurahmon Hofiz ham qizining yakkaxon konsert dasturi kuni vafot etgan. Mavluda Asalxo'jayeva otasiga atab qo'shiq kuylamoqchi bo'lgan, ammo bu unga armon bo'lib qolgan. 2 yoshida otasidan ayrilgan qiziqchi Shukrullo Isroilov 2015-yilda onasidan ham ayrildi. O'sha kuni u Buxoroda to'yda bo'lgan. 2015-yil 27-mart kuni onasi vafot etgan bo'lsa, 28-mart kuni u sahnaga chiqqan. Mirzabek Xolmedov konsert oxirida onasi vafot etgan bo'lsa ham sizlarni xursand qilish uchun Shukrullo Isroilov sahnaga chiqdi deyishgan. Muxlislari esa yig'lab qarsak chalib yuborishgan. Dilshodbek Musabekov 2012-yil otasi vafot etgan kunning ertasiga konsert dasturida ishtirok etishiga to'g'ri kelgan. Afsuski, kasb mas'uliyati sabab u dardini ichiga yutib, xalqni kuldirishga majbur bo'lgan. Kanalimizni kuzating va yulduzlar hayotidagi eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.